Assalomu alaykum, hurmatli va qadrli kuzatuvchilarimiz, hamda obunachilarimiz. Mana navbatdagi obunachimizdan xonadoniga qo'ygan oshnani berib, menimizni tayyorlab o'rnatib berdik. Hozir men ustun jarayoni tugadi. Xudo xolasa, o'rnatilgan joydan qisqacha obzor videosini qilib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rib, bitta like tugmachasini bosib qo'yish esdan chiqmasin, yaqinlarga bosib qo'ysa, yanada yaxshi bo'ladi. Xo'p, bu ishimiz obzor videosini boshlaymiz bo'lmasa. Bu ishimiz necha metr joyga tayyor bo'ldi deb qiziqqanlar uchun bu ishimiz 330 joyga tayyorlab berilgan. Sizlar shuni zarurlari kam tashlangan holatda joyga moslab tayyorlab berganmiz. Xo'p. Bu ishimizni materiallari qanaqa materiallar foydalandi? Xo'p, har doimgidek bilasiz, korpuslariga kiralash panelga rossiyskiy laminatlar ishlatiladi. Fasad qismi akril bo'ldi. Akrilimizni Prusaks qalinligi yaxshi xizmat qiladigan akrildan. O'sha marka baland filmlardan chiqadigan akrillardan qo'yib ishlatilgan. Xo'p, chekkalarda ko'p kilometrlarni har doim aytib o'tib ketamiz. Biz yangi ko'riklar uchun bu yangilik. Har doim kuzatuvchilar o'zi biladi, biz qanaqa mahsulotlar ishlatishimizni. Chekkalardagi ko'p kilometrlarni alginat, suvga o'ta chidamli, suvni umuman o'tkazmaydi desak ham to'g'ri bo'ladi. Korpuslarga ham shunday ishlatilgan, bemalol xizmat qilamiz. Joylashuv kelib to'xtaladigan bo'lsak, bu chekkada shkaf holatida narsalarni qo'yib foydalanish uchun polkalarni ikkitadan qilib berganmiz. Sababi ko'proq narsalardan qo'yib foydalanish uchun eshiklari, mexanizmlar, vakuum mexanizm tortmaydigan, eng muhim o'zi yopilgan alginat holatda dog'li bo'lib qolmaydigan holatda. Past qismi shu bilan bir xil holatda, ichlari keng holatda past qismini tepasini bu qismiga keladigan bo'lsak, mo'nkasini joylashtirib berganmiz. Mo'nkasini tepasini shunga joylashtirib berganmiz. Bemalol idishni yuvgandan keyin yog'i qaynab yurmaydi, shuni ro'parasiga idishlarni taxlab qo'yaveradi. O'ziga udobniy holatda tayyorlab berganmiz. Bu qismi обязательно mo'nkadan kelgan tog'ni bo'lishi shart. Tog'ni bo'lmasa ham bo'lmaydi, chunki ancha-muncha ko'radigan narsalar bo'ladi. Qo'shimlar, boshqa pichoqlar shunga o'xshagan narsalarni tog'ga solish uchun tog'masini qo'yishlar mumkin. Ochib yopishning hech qanday muammosi yo'q. Uzoq xizmat qiladigan mexanizmlar qo'yib berilgan. Bu qismi tepaga ochiluvchi ikkita eshikni joylashtirib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Ular ham o'zi yopiladigan holatda bu qismi narsalarni qo'yib foydalanish uchun ancha chang dog'larga e'tibor bermasdan hozirgina ustanovka jarayoni tugaganligi sababli hali to'liqroq artib ishlatishga tayyor holatga kelmadi. Shuni hisobga olasizlar, ichlarini ko'rishingiz mumkin, chuqur holatda. Bu qismi gazini joylashtirib berganmiz. Bu qismiga gazini havo topkichini qo'yib berganmiz. O'zimiz o'rnatib berdik. Buni ham tepalarni ko'rishingiz mumkin. Tepalar endi ustanovka bo'ladi. Bu qismdan narsalarni qo'yib foydalanish uchun shkaf holatda tayyor etilgan. Ko'rishingiz mumkin, keng, chuqur holatda. Bu qismi esa pastga ochiluvchi mexanizm, original mexanizmlar qo'yilgan. Bu eshigimiz ham o'zi yopiladigan original mexanizm. Hammasi. Xo'p, o'rta qismiga kelib to'xtaladigan bo'lsak, granit kafe emas, granit. Kafeda granitda qanaqa afzallik tomoni bor deydigan bo'lsanglar, granitimiz afzallik tomoni suvga o'ta chidamli bo'ladi. Keyin kafedan qancha qalin bo'ladi, simmaydi ham, boshqa bo'lmaydi ham, suv ham o'tkazmaydi. Suv o'tganda ham ishib ketmaydi. Xo'p, stavka рабочий zonaga kelib to'xtanamiz. Endi asosiy qismlari eng ko'p ishlatiladigan joyi рабочий stola bo'ladi. Mana shu buni eng qalindan qo'yib berilgan to'rlik. Buni ham Rossiyadan kiradigan, Rossiyaning o'sha nomdor firmalaridan chiqadigan to'rlik qalin stavkasi qo'yib berilgan. Ko'rishingiz mumkin. Bemalol buni ustida to'lg'ashtirib, ovqat narsalarni tayyorlasa bo'ladi bemalol. Mo'yka bilan gazni o'rtasida anchagina katta рабочий zona qoldirganmiz. Bemalol ishlash uchun, ovqat tayyorlash uchun xalaqit bermaydi. Agarda suv bilan gazni yaqin turib qo'yadigan bo'lsak, unda bir-biriga umuman teskari holat bo'lib qoladi. Shu hisobiga o'rtada bemalol maza qilib ishlash uchun рабочий zonani kattaroq tashlaganmiz. Bu qismida ham bemalol ishlayveradi, narigi tomonda ham bemalol ishlayveradi. Ruchkalarga ham e'tibor berib qo'yasizlar, original ruchkalardan qo'yib berilgan. Bu ham uzoq yillar muddat bemalol xizmat qilaveradi. 3-etajga kelib to'xtaladigan bo'lsa, ko'rib qo'yishingiz mumkin. Chiroqlar ustanovka bo'lmadi. Montor akalarimiz kelib bu qator o'zi montajini qilib ketadi, keyin undan keyin yonadi. Ko'rishingiz mumkin. Balandligini aytib o'tamiz. Balandligini aytmayapmiz. Yerda balandligi 2.35 holatda ko'tarib berildi. Ana shu chiroqlar bilan birgalikda. Kimga shunaqa sifatli yoshlar mobillar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga pastdagi mobillarga aloqaga chiqib olasizlar. Telegram manzillarimiz bor. YouTube kanal, Instagram kanal profillarimiz bor. Ularni ham pastda qoldiramiz silkalarini yoki video oxirida chiqadi. Bemalol o'tib Instagramga, YouTubega, Telegramga podpisatsiya bosib qo'ysanglar, mana shunaqa qiziqarli videolardan bahramand bo'lib turasizlar. Qolib ketmaysizlar, yangicha narx-navolar bo'ladi. Xo'p, bu ishimiz eng nima deydi qiziqarli joyga kelib to'xtaladigan bo'lsak, bonuslari bizda har doimgidek juda zo'r bo'ladi. Bonuslari agar siz Andijondan bo'ladigan bo'lsangiz, birinchi o'rinda dastavkasi, ustanovkasi, bundan kattaroq ishlar bo'ladigan bo'lsa, 3D variantini chizib beramiz.
Xo'p, u endi 3 ta отдельный bonus, endi ichiga kirib ketadigan bonuslarni hisoblaydigan bo'lsak, mo'ykasi ichida bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, mana qanday sepkasi bor, to'rtta katta mo'ykasi ichida bo'ladi. Idish teradigan sushilkasini ko'rib qo'yishingiz mumkin. Sushilkasi ham ichida bo'ladi. Shu dastavkamiz va o'zimiz borib o'rnatib beramiz. Xudo xolasa, bonuslarimiz yana ham ko'paytirib beramiz. Agar joizi razmerlari bundan ham kattaroq bo'ladigan bo'lsa, joiz razmerga qarab kerak bo'lsa, anchagina narxlarda ham kelishtirib beriladi va bonuslarni ham zo'r bonuslarni qo'yib beramiz. Xudo xolasa, avvalambor yaxshi sifatiga e'tibor beramiz, yaxshi narsa qilib beramiz. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Kimga shunaqangi sifatli va arzon hamyonbop oshxona mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi telefon nomerlariga aloqaga chiqa oling. Videoda oxirigacha ko'rganlar bo'lsa, rahmat kattakon, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha